Menda surunkali tonzillit bor va tomog'im bir oyda 3-4 martalab og'rib turadi. Ba'zan bo'g'imlarim ishib. Doktordan xohlagan narsasini eshitish uchun yurishadi. Uy sharoitida ota-onalar og'iz bo'shlig'iga qarab tonzillit bor yoki yo'qligini aniqlasa bo'ladimi yoki mutaxassisga murojaat qilish shartmi? Biz ochib ko'rganimizda tomog'ini. Bunaqa paytda ko'rsatma bo'ladi operativ yo'l bilan. Angina bo'lganda hech qachon yo'tal bo'lmaydi. Passivniy holatlarda bitsilin terapiya yordam bermaydi. Ko'pchilik xalq orasida tushunchalar bor. Bular noto'g'ri tushunchalar. Anginani olib tashlasa, tez-tez shamollab qolamanmi? Menda surunkali tonzillit bor va tomog'im bir oyda 3-4 martalab og'rib turadi. Ba'zan bo'g'imlarim ishib, og'riq qoldiruvchi qabul qilishga majbur bo'laman. Doktor, aytingchi, bu menga qanchalik xavfli deb qabulimga kelishadi. Balki yuraklarim, bo'g'imlarim ertaga kasal bo'lib og'rib qolmaydimi deb. Bugun biz Lor doktor, ekspert Mirkamol aka bilan bu haqda suhbat quramiz. Ya'ni og'iz bo'shlig'i kasalliklari bo'g'imlarga va ichki a'zolarga qanchalik zarar, qanday holatlarda revmaproba analizini topshirish kerak, qanday holatlarga bitsilin terapiyaga показания, ya'ni ko'rsatma bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat suhbatga chaqirganingiz uchun. Bunaqa savollar juda ko'p. Internetda to'lib yotibdi. Mendan so'rashadi, bolam tomog'i og'riydi, yiringlaydi, lorga olib chiqaman, yudiraman, ukol olaman, oldirish kerakmi, oldirish kerak emasmi deb mana shu 4 ta 5 ta lorga borib hammadan so'rab yurishadi. Endi ko'pchilik o'sha bemorlar, ayniqsa O'zbekistonda yechimini izlash uchun emas, o'zini ichidagi qo'rquvlarini, o'zini xohlagan xohish istaklarini o'sha doktordan xohlagan narsasini eshitish uchun yurishadi. Masalan, 4 ta 5 ta odam olish kerak desa ham, bitta doktor olmaslik kerak desa, bo'ldi, o'sha doktor aytdi-ku deydi, yopishib oladi. Yoki bo'lmasa analizlarni topshirishadi, bu analizlarni tashlab berishadi, fikringiz qanaqa deydi. Fikrni aytadigan bo'lsa, kasallik ko'rmasdan noto'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun bu narsaga to'liq o'sha javob bersak, menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik o'sha bemorlar analiz topshirayotganda menimcha shamollagan paytida topshirib qo'yadi. Bu narsani lor shifokori va o'sha ekspert, kardiorevmatolog bilan birga kelishib topshirish kerak. Va doktorga chiqqanda ham o'sha tomog'ini ko'rganda har doim ham tomoq yarig'lanishi angina bilan yoki surunkali tonzillit bilan kechmaydi. Buni turli xil turlari bor. Oddiy virus tomoq qizargan holatda ham ko'pchilik angina deb o'ylaydi yoki bo'lmasa yoshi katta bo'lib, tomog'i og'rib yuradigan bo'lib, tomoq qurgan bo'lsa ham, tomog'ida o'sha oshqozon ichi sistemasidan muammo bo'lib turib, tomog'ida o'sha og'riq kelsa ham shu anginam bor deb o'ylaydi. Shuning uchun buni chuqur tekshirish kerak, oldin adekvatniy diagnoz qo'yib, keyin xulosa berish kerak. Endi shu o'rinda aytmoqchiman, angina nimaligi haqida. Angina bu o'sha bodomson bezlari o'sha infeksion, allergik yarg'ilanish hisoblanadi. Buni keltirib chiqaradigan asosiy o'sha infeksiya manbasi beta gemolitik streptokokus gruppasiga mansub Streptococcus pyogenes degan bo'ladi. Mana bo'lish mumkin deganim mana shu holat siz bilan bizani bog'laydi. To'g'ri. Ya'ni Streptococcus pyogenes o'sha organizmda yaralanish chaqirgandan keyin adekvatniy davo lecheniya olmasa, organizmga qarshi ishlab chiqarilgan infeksiya, mikrob biriktiruvchi to'qimalarga borib o'tiradi. Va o'sha o'tirgandan keyin organizmdagi o'zini ichidagi antigen, ya'ni hujayralar o'sha organizmdan tashqaridagi antigenni, ya'ni yoddisimni o'ldiraman deb o'zini o'zi biriktiruvchi to'qimani yeb qo'yadi. Shunaqa holatda biz siz bilan to'qnash kelamiz. Ya'ni kardiorevmatologga biz shuni jo'natamiz yoki sizlar bizga jo'natasizlar. To'g'ri. Albatta, shu narsani bilish uchun uy sharoitida oddiy usulni aytmoqchiman, ya'ni Mac-Isaac degan shkala bor. Shu shkalaga ko'rish kerak. Masalan, doktor hozirgi holatda ota-ona o'zi doktor bo'lmasa, o'zi bilimga ega bo'lmasa, juda qiyin. Ko'rasiz, turli xil shifokorlar, turli xil dorilar, firmalar bor. Bu bilan hamma bir xil demoqchi emasman, lekin har bir shaxs o'zini sog'lig'iga o'zi mas'ul. Shu Mac-Isaac degan shkala bo'yicha eng ko'pi o'sha ko'pincha kelishadi, mana tomoq og'riyapti bolamni yuvib qo'ying deydi. Nima bo'lyapti desa, yo'talyapti deydi. Angina bo'lganda hech qachon yo'tal bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, angina bo'lganda, yallig'langanda burun bitmaydi.
Angina bo'lganda temperaturasi 38 gradusdan baland bo'ladi ko'pchilik holatda va aznob, ya'ni qaltirash bo'ladi. Bu hammasi o'sha Mac-Isaac shkalasida berilgan. Va eng ko'pi 3 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'p kuzatiladi. Bu ham plyusi. Bunaqa holatda va tomog'ini ochib ko'rganimizda, ya'ni lor shifokor ko'rgan paytida o'sha bodonsimon bezlarda yalg'ilanish bo'ladi. Bularning turi bor, masalan, follikulyar, lakunar turlari bor, turli xil. Xuddi shu turlarga qarab, agar bu o'tib ketib qolsa, absesgacha olib keladi. Tushunarli. Abses, bu paratanzirani abses deydi. Shunaqa holatdagina o'zi lor shifokor kesib ochadi. Uy sharoiti ota-onalar og'iz bo'shlig'iga qarab tanzilit bor yoki yo'qligini aniqlasa bo'ladimi yoki mutaxassisga murojaat qilish shartmi? Mutaxassisga murojaat qilishi shart deb o'ylayman. Sababi masalan, men lor shifokorman, siz kardiorematolog. Men sizni kasalingizni, siz meni kasalimni ko'rmaysiz, davolamaysiz. Lekin siz ham, men ham 6 yil, 7 yil bakalavr o'qiganmiz. Ilmimiz bor-ku, lekin o'sha narsaga haqqimiz yo'q. To'g'ri. Tushundingiz-a? Shuning uchun men o'ylayman, har bir narsani, har bir sohani o'zini mutaxassis ko'rgani yaxshi deb o'ylayman. Mana siz aytganingizdek, turli xil sabablar tufayli tomog'i og'riydi deyapsiz-da, yallig'lanish holatlari bo'ladi. Lekin bemorlarga klinik tomondan o'ziga tomoq og'rigani seziladi. Qabulimga surunkali tanzilitim bor, oyiga 4-5 marta og'riydi. Qattan bilasam, ochganida oqargan bo'ladi, ochganda qizargan. Demak, shuni yodda tutishimiz kerakki, hurmatli kuzatuvchilar, uy sharoitida og'iz bo'shlig'iga qarab oqarganmi yoki shakli o'zgarganmi, unga qarab tanzilit qo'yilmaydi. Yoki sizni shaxsiy simptomingiz, klinik belgingiz tomog'ingiz og'rigan, bu har doim surunkali tanzilit degani emas. Og'riq bo'ladi, shamol deydi-da, belgi bo'ladi, sразу revma proba topshirishadi, baland bo'ldimi, все, revmatizm u yog'iga o'tib ketadi. Ya'ni tekshiruvlar, yurak tekshiruvlari, bo'g'im tekshiruvlari. Demak, bemor обязательно mutaxassisga murojaat qilish kerak. Albatta. Keldi, siz oldingizga surunkali tanzilitga shubha qildingiz. Keyingi taktika nima bo'ladi? Endi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Boyagi angina nimaligini aytdik. Endi surunkali tanzilit nimaligini bilib olish kerak. Surunkali tanzilit bu o'sha bodonsimon bezlarni o'sha surunkali ravishda 1 yil davomida 2-3 marta yallig'lanishi mumkin. 1 yil davomida 2-3 marta. Kamida. 2-3 yil davomida yoki masalan ko'pincha kitoblarda yozadi 3-4 marta deydi. Endi bu narsani albatta bu bitta faktori. Biza ochib ko'rganimizda tomog'ini Gize, Preobrazhenskiy, Zak mana shunaqa belgilari bor. Ya'ni tomog'ida qaysi qismida qanaqa qizarish, buni lor shifokor biladi. Birinchisi. Ikkinchisi boyagi oq-oq donachalar deganimiz, bu tanzilitlar deydi. Bu narsaga qarab hech qachon surunkali tanzilitni olib tashlash kerak demaymiz. Chunki surunkali tanzilitda ikkita formasi bor. Birinchisi oddiy forma. Bu oddiy formada og'izdan hid kelishi mumkin. O'sha tomog'ida diskomfort bo'lishi mumkin. Boyagi oq donachalarni, toshchalarni paydo bo'lish hisobiga. Bunaqa holatda organizmga qarshi ishlamayapti, yallig'lanmayapti. Shuning uchun biz bu holatda oddiy forma deb qo'yadigan bo'lsak, hech qanaqa asorat bermagan bo'lsa, olmaymiz. 1 yil davomida dispanserizatsiya deydi, poliklinikada uchota turadi va tomog'ini chiqib, lor shifokorda 1 hafta, 10 kun yuvdiradi. Tubus kvas, lazer olishi mumkin. Ya'ni asorat bermayapti, kuzatadi. Bir xil holat bo'ladi, bu narsa hid beradi-yu, galitoz deb ataladi. Shu hid bergan hisobiga ko'pchilik odamda noqulaylik tug'dirgani uchun bu narsani oldirish holatlari ham bor. Tushundingizda, estetik tomondan. Surunkali tanzilitni ikkinchi formasi, ya'ni toksik allergik forma deydi. Buni holatda o'sha tomoqda yallig'lanishdan tashqari boshqa hayot uchun muhim bo'lgan a'zolarga asorat beradi. Shunaqa holatda biz o'zini mutaxassislariga, kardiorematolog, nevropatolog, nefrolog jo'natamiz va shunga qarab ular bizga o'sha tomoqdagi bodonsimon bezlarni xirurgik holatda olib tashlash kerakmi, yo'qmi, shuni aniqlashga bizga yordam berishadi. Masalan, sizga kardiorematolog shifokor sifatida kasal jo'natdik. Siz shunaqa holatda nima qilasiz? Tak, albatta, surunkali tanzilit xulosa qilingandan keyin, qabulimga bemor kelgandan keyin men yana bir marta serologik va bakteriologik tomondan qaysi turdagi infeksiya turganini aniqlataman.
Albatta bemor analiz topshiradi, bak-passiv usuli bilan ekamiz. Agar bemorda aynan beta gemolitik streptokok aniqlangan bo'lsa va bundan tashqari bemorda surunkali kasalliklar bo'lsa, nafaqat autoimmun kasallik, boshqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bu infeksiya o'chog'i bemorga qanaqadir ma'noda surunkali kasalligini avj olishiga, ya'ni obostreniyasiga sababchi bo'lishi mumkin. Shu sababli bunaqa paytda ko'rsatma bo'ladi operativ yo'l bilan. Qisman oldiriladimi, to'liq oldiriladimi, o'sha u yog'ini lor hal qiladi. Albatta, beta gemolitik streptokok oddiy streptokok guruhiga kiradigan bakteriya bo'lsa ham, buni surunkali qo'zib turishi juda ham og'ir oqibatlarga olib keladi. Shu jumladan panda sindromi, autoimmun neyropsixologik o'zgarishlar, ya'ni siklar. Bu bo'lishi mumkin yozuvda o'zgarish, bu bo'lishi mumkin bolani поведенияsi, ya'ni xulqida bo'ladigan beo'xshov harakatlar. Bundan tashqari bo'lishi mumkin artralgiyalar, ya'ni bo'g'im og'riqlari, ko'chib yuruvchi mushak og'riqlari va ba'zan klapandagi o'zgarishlar albatta. Lekin hozirda klapan o'zgarishlari, ya'ni poststreptokok va endokardit holatlari kam uchrayapti. Nega? Chunki antibiotik terapiyaga ruju qo'yilyapti deyiladi-yu, bundoq olib qaraganda bu bizadagi zararli bakteriyalarni o'ldirib, endokardit, ba'zan miokarditni oldi olinyapti. Men sizga kasal jo'natdim. Boyagi anamnezidan o'sha olib tashlashga ko'rsatmaga yaqin bo'lyapti. Lekin qaysi holatda bemorni davolab ko'rish kerak operatsiyadan oldin, qaysi holatda olmay turgan ma'qul, qachon o'sha bitsilin terapiyaga o'tkazib davolab ko'rmoqchi bo'lasiz kasalni? Bitsilin terapiyaga ko'rsatma albatta oxirgi Amerika Yevropa assotsiatsiyasi revmatologlar tomonidan kasallik aktiv davrida, ya'ni antistreptolizin O'dan tashqari revmaprobida S-reaktivniy belok va turli xil yallig'lanish markorlari prokalsitonin, feno-alfa, sitokinlar va albatta umumiy qon analiziga ham qaraladi, общий анализ кроviga. Laborator va bemorda yallig'lanish belgilari bo'lsa, klinika tomonidan kechqurun muzlash, toksik og'riqlar, mushaklarda og'riq, bo'g'imlarda og'riq o'ta xolisi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda bitsilin yordam beradi. Agar, yana aytaman, beta gemolitik streptokok aniqlangan bo'lsa. Boshqa holatlarda, passivniy holatlarda bitsilin terapiya yordam bermaydi. Sizga lokalniy davolash uchun jo'nataman. Ko'pchilik bemorlar remaproba topshirdim, ko'rib bering deb shunday tashishadi, bo'ldi. Shu remaprobani shunday tashaganini biz ko'rib turib xulosa chiqarish haqqimiz bormi, yo'qmi? Ya'ni o'sha remaprobani qaysi holatda, qanaqa holatda topshirish kerak? Buni shifokor vrach belgilab berish kerakmi? Ya'ni bemorni mana shu holatda topshirasan, mana shu holatda mumkin emas degan narsani aytib berish kerakmi shifokor? Revmaproba 3 ta analizdan iborat. Revmafaktor, antistreptolizin O, S-reaktivniy belokda. Analiz topshirdi. Kasallik aktiv davrida yoki 2-3 oy oldin, hattoki 6 oy oldin bo'lsa ham beta gemolitik streptokok bilan yoki streptokokni istagan turi bilan to'qnash kelganda aslo yuqori chiqadi. Demak, biz bunaqa paytda revmaprobada aslo 600 chiqadimi, 500 chiqadimi, 400 chiqadimi, zararlanish o'chog'ini qidirishimiz kerak. Bunaqa payt sразу bitsilin terapiya buyurilmaydi. Eho qildirganimizda endokardit yo'q, klapanlar joyida turibdi. Bolaga kasallik yuqtirilgandan keyin 10 kun yoki 2 hafta davomida glomerul nefrit bergani yo'q, ya'ni buyraklari yaxshi ishlab turibdi. Bo'g'imlarda toksik poststreptokok va artrit holatlarini bermadi va hokazo gemolitik anemiya, trombostopeniyalar berish mumkin. Shu holatlar o'tkazilmadimi? Demak, aslo bizda prosta antitela bo'lib turibdi, ya'ni himoya oqsilimiz bo'lib turibdi. Demak, klinik tomonidan tekshirib oldikda. Laborator tomonidan yana aytaman, yallig'lanish sitokinlari normal turibdimi? Bunaqa paytda bitsilin orqali nima qilmaymiz? Kurashmaymiz yoki revmaproba yuqori ekan deb udaleniya, ya'ni olib tashlash yoki terapevtik muolajalarga yo'l ruju qo'ymaymiz. U yog'ini o'zi belgilar bo'lmasa, siz tomonlama, men tomonlama belgilab bo'lmasa, sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holda yashayveradi. Demak, savol javobidan xulosa shuki, bemorlar hech qachon analizga qarab diagnoz qo'yish kerak emas. Yo'q. Analizga qarab hukm chiqarish kerak emas. Yo'q. Ya'ni bu narsani faqatgina shifokor 7 o'lchab bir kesadi va to'liq sizni o'sha
to'liq rekomendatsiya beradi. To'g'ri. Endi yana bitta holatni aytmoqchiman. Tomog'dagi bodonsimon bezlar, xalq tilida anginani yalg'lanmasa ham, yaxshi holatda bo'lsa ham olib tashlagan paytimiz bo'lgan. Qachon deydigan bo'lsak, qachonki o'smalar bo'lsa, qachonki o'sha bemorda yoki bola bo'lsin yoki katta bo'lsin, uxlaganda uyqu paytida apnoe bersa, ya'ni bo'g'ilish. Apnoe beradigan bo'lsa, unaqa holatda ham yoki qisqartiramiz yoki tegi bilan olib tashlaymiz. Bu o'sha shifokor o'sha organni bemorning nafas olishi, uyqudagi nafas olishini yaxshilash maqsadida qilinadigan jarrohlik amaliyoti. Fiziologik ehtiyojlari shuni. Yana shu o'rinda men aytmoqchi bo'lganim, bemorlar haqiqatda autoimmun kasallik bilan og'riydi. Bu bo'lishi mumkin. Болезнь Бехтерова, ya'ni Bexterova kasalligi, vaskulit, sistemная красная волчанка, dermatomiyozit va hokazo. Va yondosh surunkali tanziliti bo'ladi. O'zi umuman olganda bemorlar shu tomog'im og'rib boshlangan bo'ladi. Ya'ni shu talchoq bo'lgan bo'ladi, sprovotsiruющий faktor bo'ladi. Infeksiya bor, immunitet ishlab turibdi. Albatta, uxlab turgan autoimmun kasallik ochilib ketadi bunaqa paytda. Endi biza bemor remissiyaga tushirdik-da, bu yoqda qayerdadir infeksiya qolib ketyapti. Masalan, tomoq yo'llarida bo'lishi mumkin, pielonefriti bo'ladi, tez-tez qo'zib turadigan. Bunaqa paytda agar surunkali tanzilit bo'lsa, oldirib tashlash tavsiya etiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham, chunki yana immunitetni qo'zg'atib, kasallikni avj oldirib yuborishimiz mumkin. Albatta, operatsiya remissiya davrida va sitostatiklarni kontroli orqali bo'ladi. Ba'zilar doktorim aytdi-da, asosiy vrach, ya'ni revmatolog aytmagan holda borib tap etib oldiradi, kasallik operatsiyadan keyin qo'zib ketadi yoki operatsiya joyi yaxshi bitmaydi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Shuning uchun sitostatiklar, biologik preparatlar va hokazo revmatologik dorilarni revmatolog nazoratida ichish va to'xtatish lozim. Ko'pchilik xalq orasida tushunchalar bor. Bular noto'g'ri tushunchalar. Anginani olib tashlasa, tez-tez shamollab qolamanmi, tez-tez infeksiya ichkariga o'tib, pnevmoniya bo'lib qolamanmi degan savol berishadi. Birinchisi. Ikkinchisi, anginani olib tashlasa, yoshlarda jinsiy hayotga ta'sir qiladimi, farzandsiz bo'lib qolmaydimi degan savollar ham berishadi. Siz shunga qanaqa qaraysiz? Shu ilmiy tarafdan ayting, o'zingizni fikringiz emas, ilmiy isbotlangan. Agar bemorda surunkali tanzilit bo'lsa, lor tomonidan medikamentoz yo'l bilan lecheniya qilinganda yordam bermasa, tez-tez qo'zib turadigan bo'lsa va bu organizm zaharlayotgan bo'lsa, albatta olib tashlash tavsiya etiladi. Nabarot, kelajakda infeksion holatlar oldi olinadi. Hop, ikkinchisi, tanzilektomiyadan keyin bebish bo'lib qolamanmi degan savol, bu juda noto'g'ri. Albatta, jinsiy organlarga buni zarari va umuman ta'siri yo'q. Meni fikrim. Tomog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, burningiz bitayotgan bo'lsa yoki sizda qanaqadir boshqa kasallik bo'lsa ham, bu sizga Alloh tomonidan berilgan a'zoni o'sha saqlab qolish kerak. Buning uchun hech qachon turli xil internetdagi manbalar, ChatGPT yoki bo'lmasa Google'da yoki qo'shningiz, aptekachi bu narsaga hech qachon mas'ul emas, sizga javob bermaydi. Shuning uchun har bir sohani o'zining vazifasi bor. Mutaxassisi bo'lgan odamlarga borib, sog'lig'ingizni bemalol topshirsanglar bo'ladi. Surunkali tanzilit albatta mutaxassislar tomonidan hal qilinadi. Oldirib tashlash, qachon revmat proba topshirish va qachon bitsilin terapiyadan foydalanish. Salomat bo'ling.